Shu toshimizning narxi 1 million so'm. Ulgurib qolinglar, 2 dona qoldi. Nima vazifani bajaradi, nimaga qimmat deb so'ramoqchimisizlar? Mana ikkita kablni ulangan joyini bir-biriga yopishtirib qo'ymaydi. Yuk bosib turadi, yuk og'irligi uchun pastga bosib turadi. Bu bitta kabel tepada qoladi. O'shaning hisobiga hech qanaqa zamikani, portlash, yonishlar bo'lmaydi. Elektr energiya bo'yicha bunaqa sifatsiz ishlar emas. Sifatli ish kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, zo'r qilib bitirib beramiz. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana bu qimmat tosh nima vazifalarni bajaradi? Mana ko'ryapsizlar, bu xato elektr energiya bo'yicha juda ham katta xato, qaysidir elektrik layfhack qilib ketgan, lekin buni tavsiya qilmaymiz. Sifatli ish qilib, xudo xolasa sifatli o'rnatib berish kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. Xuddi shunaqa toshlardan foydalanmasdan chiroyli qilib, xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz. Kimga zo'r xizmatlar kerak bo'lsa, elektr energiya bo'yicha aloqadamiz.